Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlarga hozir Gench kompaniyasining 2 komponentli kraskali lakli bo'yoqli kraskasini tayyorlashda ko'rsatib o'tamiz. Bir yarim kilo kraska qo'yamiz. Bir yarim kilo kraskaga 750 gram adviditel qo'yamiz. Endi yuzli rastlaritib qo'yamiz. Tepa 100 rastlaritib 1 kiloga 250 gram quyiladi. Biz 1,5 kiloga qo'yamiz. Hop, 1,5 kilo kraskamizni tayyorladi. Endi buni yaxshilab aralashtirib sepishga tayyor bo'ladi. Hop, bitta kraskamiz 510 ga 580 ga 10% matvili adviditili. Hop, 580 ga 11 kiloga 500 gram adviditel qo'shiladi. 10-30% rastlaritib qo'shiladi. Men shuni 250 gram rastlaritib qo'shaman 1 kiloga. Suyuqligi normal holatda bo'ladi. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni istasanglar, like, komment kutib qolamiz.